Assalomualaikum Bagatus obunachilari. Bugun ustaxonamizda ozon bilan ish boshladik, xudo xolasa. Bu mototsiklimiz keldi. Buna bendeks qo'ydik. Bendeks ketib siralib qolgan ekan. Endi bir gurishtirib qo'yib beramiz tozasidan. Bu tayyor. Vulkanizatsiyamiz ham ishlab turibdi. Hem hozir motopila sezon boshlandi. Motopila uzatib turibmiz. Bu mototsiklimiz peredasi ketibdi ekan buni. Peredasini ochib qo'yibman. Ko'rib beramiz, yurmay qolibdi. Motopila remont etib turibmiz yana. Bunga karburator qo'yatirman. Bularda bir qator remont etdim. Tozalab, obrotlarini tuzib, bu ikkisini zaposini qo'yish kerak. Kelaverasizlar, xizmatdamiz. İşlab turibmiz. Telefon nomerlarini ekranda qoldiraman. Telefonlashib, motopila bo'laman, mototsiklaringiz bo'lsa, kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha taxlab beramiz.